Mana dori ichmasdan ham oyoqdagi og'riqlarni qoldirsa bo'ladimi deb o'ylanishadi odamlar. Ilhomjon tog'a, mana biz Ilhomjon tog'amizni xonadonlaridamiz. Farg'ona shahrida O'rtasho'ra mahallasiga keldik. Ilhomjon tog'amizni oyoqlari og'ridi ekan. Oldingi holatingiz qanaqa bo'lardi, tog'a? Oldingi holatimizda inson nafaqaga, pensiyaga chiqqandan keyin kam harakat bo'lib qolamizmi? Tizzalar og'riydi. Ha. Kunduz kundan yurib kelib, kechqurun shu narsani reklamada ko'rib qolib, Ha, elektron mahsini. mahsulotni o'qib olib xarid qildim. YouTube'da ko'rdingizmi? Bir otaxonni ishlagansizlar o'sha yerda. Men ham shuni olishga niyat qilib, mana Xudo xolasa olib kelib berishdi. Yotishdan oldin har kuni shu 30-40 daqiqa kiyib, keyin yotishdan oldin mazza qilib yotamiz o'ranib. Mendan keyin Xojona, u ham shunday qilib yotadi. Endi xuddi eski ota bobolarimiz qolgan sandalga o'xshaydi. Ha. To'g'ri, jinday nima qiladigan bo'lsa, gradusni ko'paytirib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Mana o'zi mana graduslari bor-da, mana ko'rsataylik odamlarga. Mana shu ikkala massiga mana ulanar ekan. Buning ichida giyohlari bor, tabiiy giyohlari bor. Mana o'zi qalin bo'lib turadi. Inson salomatligi uchun foydali bo'lgan giyohlar bor. Mana Ilhomjon tog'a, sizda buni foydalanishdan oldingi holat qanaqa edi? Mana uyushish ham bo'larmidi? Tomir tortish bo'lardi. Tomirimiz tortib, nima deydi, o'sha qanday desamikin, xuddi to'kurgandek ayda qoldi-yu, tomirlar. Shu xuddi shunaqa bo'lardi. Igna sanchganga o'xshab. Qancha bo'ldi? 1 oy bo'ldi men olib kelganimga buni. Mana kuniga. Endi mehmonga borib qolsak uzilib qolishi mumkin. Atak kuniga yotishdan oldin ba'zi paytda kuniga 2 marta ham qilyapmiz. Obedda issiq paytda uyga kirib olib, uni massani kiyib, to'kka suqib, nima qilib, to'kka suqib, mana to'klar suqadigan joylari bor. Yarim soat, 40 minut yechib keyin bemalol o'ranib yotsangiz, jonni rohat eding. Charchoq chiqib ketyapti. Men buni nima deydi, yolg'ondan reklama qilmayapman. Olib hech qancha nima deydi, arzon ham, uncha nima ham emas. Biz kremlar surkardik. Har qanaqa kremlar olib aptekadan. U kremimiz 1 oyga yetib yetmaydi. Bu mana hozir o'zlarini aytishicha 1 yildan oshiqqa yetadi, 1 yil. 1 yildan oshiqqa yetadi. Agar mabodo buzilib qolsa kelib tuzatib ham beraman deyishdi yigitlar kelib. Nimasidir haligi ishlamay qolsa. Bundan tashqari yana bu yoqda plasterlari. Mana uni belga qo'ydik. Shu belga qo'yib yotsangiz, qanaqa bo'ldi sizda o'zgarish? Qizdirdimi rosa? Nima deydi? Ja qizdirib aydaqa qo'ymaydi, lekin приятный deydi. Ha, yoqimli qizdirish. Yoqimli bo'lib, mana shu mana hozir 4 dona bo'lardi, hozir bitta qoldi. Buni bir haftada bir ishlatyapsiz, mana? Bir haftada bir marta ishlatyapmiz. Mana bir oy qoldi. Mana bu ham buni yelka tomoniga qo'ysa, kurak dorasiga qo'ysa bo'lar ekan. Hali lekaplaster deymizmi? Yopishadi. Shunga o'xshagan yopiqog'i ham bor, shunga o'xshagan ichida bir ko'mirga o'xshagan narsa bor ekanmi? Eskisini ochib ham ko'rdim, qizdirar ekan. Buni men tizzamga ham qo'ydim. Buni qaytda og'rig'i bo'lsa boldirga qo'yasizmi? O'sha ko'krakni orqa nima deydi, nimani orqasiga qo'yasizmi? Qo'ysiz bo'lar ekan. O'zgarish qanaqa bo'ldi, tog'a? O'zgarish bu ne только qizdiradi. Jinday malham bo'lyapti-da. Albatta. Hali men ko'proq ruscha gapirib o'raman. Uspokayit qilyapti. Tinchlantiruvchi. Tinchlantiruvchi bo'lib, ayda qilib qo'yadi. Shu bir haftaga bir qo'yapmiz ama. Endi beli ko'p og'riganlarga cherizdan qo'ysa, grijasi borlar, bel og'rig'i borlar. Ko'proq qo'ysa yaxshi bo'lar ekan deb o'ylayman, lekin mahsulot oz ekan. Uni o'zini alohida sotiladi. Alohida sotiladi, sotiladi. Ana shu narsa yaxshi ekan. Endi aptekalarga sotgan plastik umuman boshqa-da u. U boshqa narsa. U qizdirib, achishtirib olishi mumkin. Bu asta-sekin qizdirib borar ekan. Shu Ilhomjon tog'a, shu olishga ikkilanayotganlar ko'pda. Ularga nima deysiz? Ular ham endi ko'pchilik reklama qildiradi san'atkorlarga, mashhur insonlarga. Ular foydalanmaganda, mana biz, mana sizga o'xshagan foydalangan insonlardan intervyu olib, o'zini fikrini so'raymiz. Turgan bo'lsa, haligi savolingizga-da. Hech qanaqa ikkilanmay olavering. Ota-onasiga olib bermoqchi bo'lganlar bor. Ayniqsa bu mana shu tikka turib ishlaganlarga ko'p
bunaqa foydasi tegar ekan. Kech payt kelib oyoqni shunday nima deydi, qizdirib nima qilsa bo'lar ekan. Dam olasizda, Albatta. oyoq charchoqlari chiqib ketar ekan. Endi nima deydi, ichida giyohlari bor deyapsiz, balki o'shani nimasidir. Bizga yoqqani ikkilanmay olaveringlar. Chunki bu 1 yil davomida ancha muncha dorilarni o'rnini bosadi. Albatta. Ham hech qanaqa nima deydi, nimalar Zararli tomoni yo'q-da. Ha, ximikat ishlatmaysiz. O'zini tabiiy xuddi sandalga o'xshagan bir ajoyib paypoq ekan. Shu ota-onasiga olib bermoqchi bo'lganlarga nima deysiz? Olib berib duosini olsinmi? Olib bersin, duosini olsin. Duosini olsin. Chunki bu hech nimasi yo'q. Arzimagan pulga olib, buni 1 yil ichida bundan ortiq pul sarflab olasiz. Shunda. Uni bemalol shu yotishdan oldin ayniqsa ko'proq shu yarim soat 40 minut taqib yotsangiz tellatadi. Keyin bemalol issiqqina o'rab oyog'ingizni, keyin dam olsangiz bo'laveradi. Endi to'g'ri tellagan oyoqni bir ochib yurish kerak emas. Shunga nima yechim qilyapmiz dedingiz, shuni ham aytib bering, tog'a. Biz shunga yechim qilish uchun mana hozir o'zlarining ishlab bo'yicha tellagan oyoqni ichini astarini ochib qo'ying deyishadi. Biz bilyo kiyib olyapmiz yoki uzun nimalar paypoqlardan. O'sha paypoqni keyin almashtirib olyapmiz. Ter unda qoladi, bunga o'tmaydi-da. Ichkaridagi mahsulot bunaqa ter bosmaydi. Men o'zim fikrimda aytyapman. Albatta, albatta. Shunaqa qilib biz mendan keyin hojona shunaqa qilib ikkalamiz kuniga. Hojonamiz ham xursand bo'lsa kerak. Ancha. Xursand. Chunki aytyapman-ku, arzimagan pulga kelgan narsa. O'ylamanglar bu 10 million yoki 15 million deb. Men olganim, endi o'zim narxini aytaman-da. Menga bonus qilib berishdimi? 1 million 100 ga olganman. 1 million 100 ga. 1 million 100 ga olganman. Bu masalan hozir bitta ajoyib bir kremni olsangiz ham 90 ming, 70 ming bitta krem olasiz. U 1 oyga yetib yetmaydi. Bu narsa ajoyib narsa ekan. Xullas, hammaga tavsiya qilaman. Afsuslanmaysizlar. Inshaalloh. Mana qalbdan chiqqan qalbga boradi dedim. Mana siz chin ko'ngildan gapirganingiz uchun bu yerdagilarga ham ta'sir qiladi inshaalloh. Rahmat Ilhomjon tog'a. Sog'lik, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat o'g'lim.